Bir odam bog'da o'tirgan holida Allohga yolvorar edi. Iltimos, Allohim, men bilan gaplash. Shu paytda bog'dagi qushlar sayray boshlashdi. Inson esa bunga ahamiyat bermay, yalinishda davom etardi. Allohim, men bilan gaplasha qolsang-chi? Osmonni bulut qoplab, chaqmoq chaqdi va momaqaldiroq gumburlay boshladi. Banda esa yolvorishdan tinmasdi. Allohim, menga o'zingni borligingni ko'rsat. Shunda bulutlar orasidan quyosh yorib chiqib, olamni munavvar etdi. Banda bunga ham e'tibor bermadi. U yana davom etdi. Allohim, menga bir mo'jiza ko'rsat. Shunda uzoq-uzoqlarda chaqaloqning yig'lagan tovushi eshitildi. Ammo inson Allohning bu ko'rsatmasini ham anglay olmadi. Endi u yig'lay boshladi. Allohim, menga yonimda turganingni bildir. Shunda uning duo uchun ochilgan qo'llariga bir kapalak kelib qo'ndi. Banda kapalakni haydadi-da, yana davom etdi. Allohim, men bilan gaplasha qolsang-chi?